Ayollar ajrashmaydi erkak kishi bepush bo'lsa. Men masalan kecha bitta 2006-yil qiz keldi-da. Ikkinchi turmush ekan. 2006-yil tasavvur qilsam, turmushga chiqdim deyapti. 4 oy ko'tarmagandim, ajrashib ketdim deyapti. Tushunyapsizmi? 4 oyi, keyin ikkinchi turmushga chiqqan, 6 oydan keyin 1 oy ichida ko'tardim deyapti. Ozgina sabr qilsa ko'tarar ekan-ku mana. 2006-yil kimnidir Guldek qizi. 4 oy hech qanaqa gap emasdi. O'sha qizga ham men hayron qoldim. 2006 bu yosh boladek hali, endi 20 ga kirgan qiz. Qaynam qo'ymadilar 4 oyda deyapti. 4 oy bo'ldi, bo'lmadi bola, bo'ldi ajrashasan deb aytdilar deyapti. Ozgina sabr qilish kerak. Tekshirtirib, ko'rib, organizmini ko'rib, sabr qilish kerak. Kimnidir farzandini olib kelyapsiz, siz ko'chadan mushuk boqayotganingiz yo'q-da. Inson-ku. O'sha qizga ham yomon achindim-da. Mana ko'targanini ko'rib o'zi yig'layapti. Xursand bo'lib yig'layapti. Ha, qaynonam yashatmadi. Xo'p, qaynonasi ajratganda ham behruz erkak kishi o'ldigan odam yo'q-da, 4 oyda ajrashib ketdi. Aytish kerak, ona 4 oy bo'ldi. Hop 1 yil kuting, hech bo'lmasa deyish kerak-ku. Qizni o'ylayman-da, men kecha kelib ketgandan keyin kechqurun uyga borib o'yladim. Kecha kelib ketdi. Shu bola, misol uchun, o'sha eri befarzand, bepusht bo'lsa, shu qiz ajrasharmidi? Ajrashmasdi. Ayollar ajrashmaydi erkak kishi bepusht bo'lsa. Tushunyapsizmi? Farzand boqa oladi ular. Niye erkaklar shu ishni qilmaydi, Behruz? Shu 4 oyda mana ajratib yuborgani shunchalik menga yomon ta'sir qildi-da.